Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun men sizlar bilan ismim Doston, Zarisatiko bilan hamkorlikda ishlayman va shu jumladan Karvon Bazar platformasida founder hisoblanaman. Bu videoda nima to'g'risida gapirmoqchiman sizlarga. Ish boshlayotgandagi umuman farqi yo'q. Qanaqa ish? O'qish bo'ladimi, dieta qilish, lecheniya olish, biznes boshlash. Mana shulardagi eng katta xato to'g'risida. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Aynan mana shu videoda tanlov haqida ham qisqacha so'z boradi. Har birimiz bu ish boshlayotganimizda yoki yangi maqsad qo'yganimizda biz motivatsiya qidiramiz. Motivatsiya qanaqa? Biz videolar ko'ramiz, kitoblar o'qiymiz. Biznes to'g'risida o'ylaydigan bo'lsak, rejalashtiradigan bo'lsak, biznesmenlarning hayotini ko'ramiz. Ular qanaqa qildi, qadam-qadam o'rganib chiqamiz. Ularda ham bo'lgan ekan, menda ham bo'lyapti qiyinchilik, значит o'tib ketadi deymiz, motivatsiya olamiz. Yoki bo'lsa oddiy yoshlarni qaraydigan bo'lsak, masalan, mana o'zim Instagramda, YouTube'da, Shorts'larda, Reels'larda zaldagi videolarni ko'raman va men o'zimga muskulist, baquvvat tana xohlayman. Har kuni bo'lib zanimatsiya qilaman, o'zim xohlagan tanaga erishaman deyman. Mana shu menga motivatsiya beradi va mana shuni natijasida mana shu motivatsiyani kuchida ilhomlanib harakat qilishni boshlayman deyman. Bu yerda muhim joyi nima? Motivatsiya bu tugaydigan narsa, bu doimiy emas. Motivatsiya tugadi deylik. Undan keyin biz nima qilamiz? Nastreniya bo'lishini kutamiz. Mana настроением yaxshi bo'lsa qilaman. Настроением zo'r, hamma ishni bir kunda qilib tashlashim mumkin, 10 ta ishni. Настроение bo'lmasa kutaman, настроение qachon bo'lar ekan deb. Yoki ishni boshladingiz, mana hozir omadim keladi. Hozir kimdir keladi, hamma ishimni hal qilib beradi, muammolarimni yechadi, ishimni yurg'izib beradi, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi deymiz. Va kutish bilan vaqtimiz o'tib ketadi. Biz ham xuddi shu ruhda investorlarni kutyapmiz, qidiryapmiz va biz ham mana shuni ketidan dubayskiy kompaniyalarga, Ignite'larga o'zimizning biznes prezentatsiyalarimizni yuboryapmiz. Bizda ham nima bo'ldi? Birinchi kuni motivatsiya bilan, kuch bilan ishimizni boshlaymiz. Uchinchi kuni bo'lsa bo'ldi charchaymiz. Bu xuddi dietaga o'xshaydi. Bir kun qilaman, 2 kun qilaman, uchinchi kuni bo'ldi, qornim ochdi, ovqat yeyman deyman. Agar 3 kunda, bir haftada natija bo'lmasa, shu bilan qoldiraman. Bu nafaqat dietada, bu hamma narsada bo'ladi. Dieta, ish, biznes. Bundan biz nimani tushunishimiz mumkin? Bu hozir bizda kirish qismim. O'ylaymanki, videoning oxiridagi men sizlarga beradigan narsam sizlarning hayotingizda qanaqadir bo'lsa ham o'zgarish qiladi. Motivatsiya faqat boshlash uchun kerak. Ishni davom ettirish uchun, maqsadlarga erishish uchun disiplina kerak. Disiplina deganda nimani aytamiz? Har kuni bitta qadamni qo'yish. Настроением bormi, yo'qmi? Reja qo'ydimmi? Bu rejani bajarishim kerak. Misol uchun o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, masalan, har hafta 2 ta reels qo'yaman deyapman. Bu Zarisatikoning YouTube kanallariga bo'ladimi? Karvon Bazar YouTube kanaliga bo'ladimi? Har hafta 2 ta qo'yaman dedimmi? Настроением bo'ladimi, yo'qmi farqi yo'q, buni men bajarishim kerak. Men shu rejaga tayanib har hafta 2 ta reels qo'yib borsam, demak bunda natija bo'ladi. Настроением bor bo'lib 1 kun qo'ydim, 2 kun qo'ydim, 3-chi kun qo'ydim, shundan 4-chi kun tashlab ketdim degani natija bo'lmaydi. Har bir ish qilishdan oldin, har bir reja sari qadam tashlashdan oldin smart texnikani bajarishimiz kerak. Biznesda ham, dietada ham, boshqa narsada ham. Mana shu smart texnikasini ko'pchiligimiz pulga sotib olganmiz. O'qishlarda, kurslarda, sessiyalarda, marketingda, sotuvda ham ishlatishadi. Har birimiz qiladigan eng katta xato kelajak uchun orzular bilan cheklanib qolish. Bu bilan nima demoqchiman? Masalan, sizda ikkita variant bor. BMW yoki Rolls-Royce avtomobilini olish. O'zingizga yoqqan variantni olishingiz mumkin. Shunchaki tanlasangiz bo'ldi. Lekin tanlovda cheklaymiz. Faqat bittasini tanlashingiz mumkin. Bu nimaligini tushunish uchun men sizlardan so'rab qolaman, video kommentariyasida o'zingizlarning tanlovinglarni yozib qoldiringlar. BMWni tanlaysizlarmi, Rolls-Royce avtomobilini tanlaysizlarmi? Erinmang, befarq bo'lmaydi. Tanlovlarni qilgan bo'lsanglar davom etamiz. Internetda mana shu avtomobillarni men orientirovочный taxminan narxini aniqlashtirib o'tdim. Bozorda Rolls-Royce avtomobilining narxi $357,750 dan $422,750 ekan. BMW 3-seriyasining narxi bo'lsa taxminan $47,125 dan $63,375 gacha. Qaysi birini sotib olasiz? Men uni sotib olmoqchiman, men buni sotib olmoqchiman, bu orzu. Smart texnikasi orqali mana shunaqa orzularni biz aniq maqsadlarga, aniq rejalarga aylantirishimiz mumkin.
smart texnikasi. Bu smartni biz расшифровка qiladigan bo'lsak, bu aniq, o'lchanadigan, amaliy, muhim va vaqtga belgilangan. Har biriga misol qilib tushuntirishga harakat qilaman sizlarga. Bu yerda nima bo'lyapti? Masalan, birinchisiga qaraydigan bo'lsak, maqsadlarni aniq qo'yishimiz kerak. Ko'proq pul ishlab topaman, tezroq ozaman, kamroq ovqat yeyman. Bular aniq emas. Aniq masalan 10 million so'm ishlab topaman, 10 daqiqa yuguraman. Mana bular aniq. O'zingizga maqsad qo'yyapsiz, orzuyingizga erishmoqchisiz, ana o'sha maqsadda aniq belgilab olishingiz kerak. Ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi punktga. Ikkinchisi measurable. Bu o'lchanadigan. Ya'ni bu maqsadga qanchada erishishingizni hisoblab bo'lsin. Ozaman, foyda ko'raman, boyib ketaman, semiraman. Bularni o'lchab bo'lmaydi. O'lchab bo'ladi, misol uchun bir oyda 10 million so'm topaman. Bu yerda daromadimizni o'lchab olmasa va aniq etib olmasa. Tak, uchinchisiga o'tamiz, achievable. Ya'ni amaliy. Haqiqatdan ham qila oladigan ish bo'lishi kerak. Masalan, bir oyda 100 million topaman. Bir oyda BMWga pul yig'ib olaman. Bir oyda uni qilaman, buni qilaman. Yo'q, qo'ldan keladigan narsani yetishmasa kerak. Masalan, mana bu yerda bizga mos kelmaydi, bir oyda millioner bo'laman, 7 kunda 15 kiloga ozaman. Vau, zo'r. Aniqlashtirib bizga mos keladigan variantlar nima bo'ladi? Maqsad qo'yayotganda amaliy bo'lishi uchun. Bir oyda 5 ta mijoz topaman, 7 kunda 3 kilogramga ozaman. Har bir insonda bu individual. Muhimi, o'zingizga juda katta baho bera olmang. Qo'lingizdan keladigan narsani oldingizga reja qilib, maqsad qilib qo'ying. Tak, relevant. Bu muhim. Qo'yayotgan maqsadingiz sizni ishingizga, sizni rivojlanishingizga rostdan ta'sir qilsin. Bu uchun u rostdan ham muhim bo'lsin. Tak, yana misolga qaraydigan bo'lsak, men bu yerda misol keltirgan bo'lardim. Nima? Gitara chalishni o'rganaman. Masalan, maqsadingiz biznes bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bunga uni aloqasi yo'q. Gitara chalishni bilish. Agar asosiy maqsadingiz sog'liq bo'ladigan bo'lsa, har kuni kitobni 10 ta stranitsasini, 10 varog'ini, 10 betini o'qiyman deyishingiz mumkin. Bu juda yaxshi, lekin bu tana sog'lig'iga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Bizga mos varianti nima bo'ladi bu holatlarda? Masalan, bir oy davomida har kuni 30 daqiqa piyoda yuraman, sog'liq uchun bo'ladigan bo'lsa. Yokida 2 oy davomida tuz va shakarni qisqartirib 5 kilogramm yo'qotaman. Mana bu sog'lig'imizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi va sog'lig'imizga bu muhim. Masalan, daromad sohasida aytadigan bo'lsak, bu yerga nima aytishimiz mumkin? Masalan, sotuvimni oshirish uchun men reklama qilishni o'rganaman. Mana bu ujur bizga muhim, foyda olib keladi va biz bunga harakat qilamiz. To'g'ridan-to'g'ri meni rivojimga ham, daromadimga ham, ishimga ham ta'sir qiladi. Tak, time boundga keldik. Bu vaqtli, ya'ni chegarasi bo'lsin. Aniq muddat qo'yishimiz kerak. Bu yerda nima? Men kitob yozaman. Bu bo'lmaydi. Kitob yozaman davomi aniq vaqti yo'q. Bu qancha vaqt olishini aytmayman. Masalan, men 1-dekabrgacha 1-bobni yozib tugataman. Ya'ni men o'zimga o'zim deadline qo'yaman. 1-dekabrgacha bitta bobni yozib tugatish bo'yicha. O'zim uchun misol tayyorlab qo'ydim, bu yerda nima mana? Oktyabr oyida Karavan Bazar orqali so'mdan tayyorlangan buketlarni 5 tadan buyurtma olish. Buning uchun 2 ta $5 reklama qilaman va 10 ta reels qo'yaman. Mana men o'sha maqsad qo'ydim oldimga. Oktyabr oyida qilishni. Tak, bu yerda menda nima bo'lyapti? Aniq 5 ta buyurtma olaman. Haqiqiy to'lovlar, reklama kontent tayyorlash, do'konimni rivojlantirish. Va e'tibor beringlar, men bu yerda o'zimga srok qo'yaman, deadline qo'yaman. Oktyabr oyida deyapman. Oktyabr oyining oxirigacha men shu ishlarni qilishim kerak. Ya'ni men buni o'sha noyabrga, dekabrga, keyingi yilga qoldirmayman. Natija nima bo'ladi? Men maqsad qo'ydim, maqsadga reja asosida erishaman va bu men kelajakda orzularim, niyatlarimni amalga oshirishimga yordam beradi. Bu bilan men birinchi qadamni qo'ydim. Karavan Bazar platformasida Kapustor onlayn do'konini ochdim. Oddiy tovarlar juda ko'p. Sizlar ham kiringlar, ko'ringlar va buyurtma beringlar, xursand bo'laman. Ko'pchilik savol beradi, biznes boshlash uchun eng muhimi birinchi qadam bu nima? Buni men oddiy qilib tushuntirib berishga harakat qilaman sizlarga. Sizlar ham mana shu asosida o'zingizlarning biznesinglarni boshlashingiz mumkin. Bu Karavan Bazar platformasida onlayn magazin ochish bo'lishi mumkin yoki boshqa individual ish.
Так, savdo sohasida tushuntirishga harakat qilaylik sразу. Tak, bu yerda birinchi qadamimizda nima bo'ladi? Mahsulotni tanlashingiz kerak. Nimani sotmoqchisiz? Nima bilan savdo qilmoqchisiz? Buni aniq tanlab olishingiz kerak. Ikkinchi qadamimiz kichkina maqsad qo'yish. Bir oyda nechta odam sotib oladi? Tovaringizga bo'lgan ehtiyojga qarab mana shuni aniqlashingiz mumkin. Keyin uchinchi qadam do'kon ochish. Masalan, meni magazinim Kobostore Karavan Bazar platformasida. To'rtinchi qadamimiz reklama va kontentni tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak. Bunga talab bormi, ehtiyoj bormi, qanaqa reklama yaxshi ketadi? Buni qanaqa odamlarga tavsiya bersam, ko'rishsa, ularda mana shu tovarim va mahsulotimni olishga bo'lgan xohish paydo bo'ladi. Ularni ko'proq o'zimni tovarimga, o'zimni biznesimga, magazinimga jalb qilaman. Mana shu to'rtta qadamda ham, mana to'rtinchisi, eng muhimi birinchi qadamni tashlashdan qo'rqmaslik. Qo'rqmasdan ishni boshlash. Bunda ko'pchilik qo'rqadi. Masalan, men o'zim ham qo'rqaman. Vaqt o'tsin, havo issin, sovuq ketsin, sharoit yaxshi bo'lsin, internetga chiqishga bo'lgan qo'rquvim ketsin. Mana vaqt o'tyapti. Men shu aytgan ideal vaqtim hali ham kelmadi. Lekin men birinchi qadamni qo'ydim. Mana hozir kuz salqin tushdi. Xudoga shukr sharoit bo'ladi. Yaxshi kuz deymasin. Bundan ham yaxshi qilishga harakat qilaman, xudo xolisa. Internetga chiqishga bo'lgan qo'rquv bo'lsa hali ham bor. Даже mana shu videoyim davomida ham gapirgan sal qiynalganman. Hayajon bor. Hayajon bosyapti. Hali to'liq tayyor bo'lmagan bo'lsam ham, hamma talablarim amalga oshmagan bo'lsa ham, mana men bu video uchun nutq tayyorladim. Bu videoni mana syomka qilyapman hozir. Sizlar ko'rayotgandirsizlar o'sha. Buni ham скорее всего o'zim montaj qilib chiqaman hali. Va o'zimga aniq maqsad qo'ydim, buni 7 kun ichida qilish va Karavan Akademiya kanaliga, Karavan Bazar kanaliga va Zarya Sadiqovaning NLP kanallariga joylashishi. 7 kun ichida. Siz ham ilk qadamingizni qo'ying. Allohga tavakkal. Mana shunda keyingi qadamda qanaqa bo'lish kerak, qanaqa kamchilik bor, nimani hisobga olish kerak, sekin-sekin tajriba bo'ladi. Bu hayotda xato yo'q, faqat tajriba bor. Тот, кто не рискует, не пьет шампанского deganlardek. Do'stlar, sizlar uchun 3 ta muhim narsani yozib qo'ydim. Buni eslab qolishga harakat qilinglar, kerak sizlar ham e'tiborga yozib qo'ying. Hatto kommentariyaga yozib qo'ysanglar ham esdan ancha ko'proq qoladi. Tak, birinchisi, motivatsiya boshlash uchun kerak, disiplina esa natijaga erishish uchun. Smart texnikasini tushuntirib berdim. Smart orqali o'zingizga maqsad qo'ying, orzularingizni aniq rejalarga aylantiring. Uchinchisi, ilk qadamni qo'ying, birinchi qadamni qo'ying. Biznes mana shu bir qadam bilan boshlanadi. Siz ham o'zingizga smart texnikasi metodi orqali maqsad qo'ying, kommentariyada bu bilan bo'lishing albatta va Karavan Bazarga qo'shing, biz bilan birga rivojlanib boring. Bu yerda hali juda ko'p foydali kontent videolar bo'ladi. Ustozim Zarya Sadiqova aytganlaridek, hayotga keldim, hayotingizga kirib keladi. Sizdan faqat harakat qilish. Oxirida do'stlar, sizni ichki va qiynaldim borib. Oy,